Ya'ni o't ketadi, modda almashinuvi buziladi, immun sistema tushadi va nafas qisishni boshlaydi. Qachonki kechasiz uni butunlik, shu o'zingiz yomon ko'rgan odamni, siz birinchi qadamni qo'ygan bo'la sog'lom bo'lish uchun. Ruhiyat juda katta rol o'ynaydi. Kechirish kerak ekan-da. Albatta, albatta, boshqa ilojimiz yo'q. Nima qila olasiz kechirmaslikda? Boshqa. Yo'q, u keldi. 10 kunlardan keyin keldi, taxminan bir 50%, 40% borda o'zi ham hayron qolyapti. Men aytaman, nechta odam bilan gaplashsam 90-95% odami endi o'zi xato qilmasa, albatta haligi rezultat zo'r bo'ladi. Mana ruhiyatni o'zgartirishida ayrimlar mana birinchi suhbatda o'zlari yengillab va ancha yengilman deydiganlar ham juda ko'p. Suhbatda ruhiyatingizni to'g'rilang degan dasturni berishlikda o'zi bilan zo'r bo'lib ketadi ko'p odamlar. Ha, endi o'zimga keldim, yengillab qoldim. Mana o'zingizda ham bo'lsa kerak suhbatlarda. Odam bir gaplashsa, qanaqadir ruhiy miyasida javob topolsa, yengil bo'lib qoladi odam. O'sha birinchi qadam bo'ladi bu narsa. Demak, u oqsinni kechiribdi. Albatta. Bilib qo'yinglar. Odamlarni yomon ko'rish ham bu kasallikning boshlanishi ekan. Ayniqsa oqsinda, xo'jayinni, albatta. U bo'l ginekologik kasal bo'lyaptimi? Keysda mioma, boshqa javobni o'zini turmush o'rtog'i bilan munosabatlar tiklasa birinchi o'rinda zo'r bo'lib ketadi. Yana bitta narsada sog'lomlashtirish va davolash haqida gapiraylik. Ha, mana bunday mana odamlarda hozir juda ko'pchilikda chalg'ish qaysi ma'noda bo'ldi endi ukol dori olmayman boshqa deyapti. Mana davolanish, men qaytarib aytaman, davolanish bu kasalliklarni vaqtinchalik belgilarini yo'qotish. Sog'lom bo'lish umuman boshqa narsa. Davolanish bu narsa. Ya'ni masalan, yana qaytarib aytaman, odamda birdan kasallik boshlandi, isitma, og'riq, qayt qilish, qon bosimi oshyapti. U davolanishlik kerak. Ya'ni 7 kun, 10 kun o'zini doktoriga borsin, zamonaviy meditsinaga murojaat qilsin, 7 kun, 10 kun davolab, dori-darmonlarni ishlatib, endi unda ham ehtiyot bo'lish kerak. Hozir ko'ryapsiz sharoitlarda, qaysi dorini ishlatishga ham juda katta bog'liq. Kimyoviy dorilar nazarda tutyapman. 7 kun, 10 kun kasallikning belgilarini yo'qotadi. Men soddaroq tushuntiraman mijozlarga, masalan, ajriq bo'lsa, ajriq o'sib chiqyapti. Qayt qilish, isitma, og'riq, qon bosimi 7 kun, 10 kunda ajriqni usti olinyapti. Ya'ni kasallikning belgilari yo'qoladi davolanishda, ildiz emas. Ildizini yo'qotishlikka doktorda meditsinaning aloqasi yo'q, odamning o'ziga bog'liq. Keyin bu nima qilyapti? Uyga boryapti, sog'lom ovqatlanishni o'zgartirmayapti, suvni ichishni o'zgartirmayapti, yoki qanaqadir vitaminlar ichmayapti yoki bo'lmasa harakat qilmayapti, sport bilan shug'ullanmayapti. Yana bir necha haftadan keyin, bir necha oydan keyin yana u o'sib chiqadi. Xuddi shu shikoyatlari. Ha, bu doktor bo'lmadi, endi men poytaxtga boraman deydi. U yerga boradi, ular ham chiroyli qilib kesib beradi. Ya'ni kasallikning belgilarini yo'qotiladi, ildiz qolib ketaveradi-da. Asosiy muammo ildizni yo'qotishimiz kerak. Ildizni yo'qotishlikka meditsinaning doktorlarda aloqasi yo'q. Bu oylar, yillar davomida yo'qoladi bu narsa. Ya'ni buni yana qaytarib aytaman, uning uchun ruhiyat, to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri suyuqlik ichish va albatta harakat va sport bilan ildiz yo'qoladi. Organizmni o'zi yo'qotadi bu narsa.